Mana hozir iste'molchilarimiz ko'pchiligi e'tiroz qilishi mumkin-da. Masalan, ko'p qavatli uylarga, yangi ko'p qavatli uylarga masalan istiqomat qilishadi. 2 konturli qozonlar o'rnatishgan. 2 konturli. Ular 2 konturli qozonlar ularga aytaylik qulay. Shuni hisobiga lekin 2 konturli quvurlar qulay bo'lgan taqdirda ham ular ko'p kvartirali uylarga elektr energiya o'tkazilayotganda, ya'ni elektr energiyasi o'chganida 2 konturli qozon o'chadi. Markazlashgan issiqlik tizimiga ulanganda bizda qozonxonalar elektr energiya kategoriyasi mavjud. 1, 2, 3. Bizda birinchi kategoriya elektr energiyadan foydalaniladi. Ya'ni issiqlik energiya uzatilishi ko'p kvartirali uylarga uzluksiz amalga oshiriladi. Ya'ni u o'chmaydi. Agar elektr energiya bitta seksiyasi o'chgan taqdirda ham nim stansiya, past stansiya deb aytamiz, transformatordan zaxira elektr tarmoqlari AVR qurilmasi bor. Shu asosida o'tkaziladi va issiqlik energiya uzatiladi iste'molchilarga. Nima deb aytmoqchiman? Markazlashgan issiqlik tizimiga ulanishi iste'molchilarga foyda tomoni ko'proq. Ya'ni uzluksizlikni amalga oshiradi. Yana eng dolzarb muammolardan biri o'sha is gazidan hozir zaharlanish holatlari bor. Holatda har xil. Kimdirlarda 2 konturli qozonlarni o'rnatish imkoniyati bor, kimdirlarda bu imkoniyat yo'q, qo'lbola o'rnatishmoqda. U qo'lbola o'rnatgandan keyin uni avtomatizirованный tizimi ishlamaydi. Ishlamagani bois u is gazidan gaz bir o'chib bir ishga tushganda zaharlanish oqibatlari ko'p bo'lib kelmoqda. Markazlashgan o'shaning uchun 25-yil 1-iyundan markazlashgan issiqlik tizimiga ulanish majburiy.